Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hyundai 145 ekskavatorini so'raganlar uchun 2021-yil 6200 soat ishlagan, polsozi tekshirib, mana bu kavushlarni hammasini ishlatib tekshirib berdi. Mana bu yerda bunaqa mashinalardan juda ko'p. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu mashinani hozir $58,000 ga savdo qilamiz. Yana savdo bo'ladi. Bilmadim qanchaga beradi. Bu yerda boshqalari ham bor. Mana bunaqangi 60 talik so'raganlar uchun 60 taliklar ham bor. Bu yerda juda arzon. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Harakat qilib, mana shunday polsda ishlatib, tekshirib, olib, konteynerga yuklab jo'natib beramiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Like bosinglar do'stlar. Обратный связь kutib qolamiz. Pastda nomer qoldiraman.